Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamizda tanadagi oq dog'lar, ya'ni vitiligoga qarshi bo'lgan ajoyib mahsulotlarni taqdim etamiz. Vitiligoni aslida insonlar kasaldek hisoblashadi. Ular boshqalardan yashirinishga, dog' bor tanasini berkitishga harakat qilishadi. Buni Allohning bir ne'mati deb qabul qilish, buni hech qanday yomon joyi yo'q ekanligini, siz ham boshqalar kabi Alloh yaratgan banda ekanligingizni unutmang. Bu dog'lar aslida sizni hayotingizda hech qanday o'zgarishlar yaratmaydi va kelajagingizga ta'sir qilmaydi. Buni tabiiy Allohning bir ne'mati deb qabul qiling. Axir insonning tanasi ikki xil rangda bo'lishi bu mo'jiza-ku. Shunday bo'lgan taqdirda ham agar siz oq dog'dan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, bugungi video lavhamizda ikki mahsuloti aralashmasi orqali oq dog'larni rangini anchagina o'zgartirishga erishishingiz mumkin. Buning uchun bizga qizil gil, ya'ni qizil glina va imbir kerak bo'ladi. 2 qoshiq qizil gil, ya'ni glinani olasiz, 1 osh qoshiq imbir sharbatini qo'shasiz, aralashtirasiz va oq dog'larga har kuni bir marotabadan surib, 10 daqiqadan so'ng yuvib tashlaysiz. Qizil glina mis moddasiga boy, imbir qon aylanishini tezlashtiradi. Ikkalasi birga pigment hosil bo'lishiga yordam beradi. Qayerdan topish mumkin? Qizil glinani dorixonalardan yoki kosmetik do'konlardan topishingiz mumkin. Imbir esa ziravorlar sotadigan joylardan topiladi. Shuningdek, qizil glina aknega, yallig'lanishga va teri tozaligiga ham davo hisoblanadi. Inshaalloh ushbu muolajani takrorlab turib, siz ham tanangizdagi o'zgarishlarga guvoh bo'lasiz degan umiddamiz. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Xayron o'z kanali faqat siz uchun.